Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sotuvimizda Tinchlik mahallasi, G'uzor tumani Tinchlik mahallasidan 3 xonali dom. Birinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz chap qo'lda. Remontlari o'rtacha holatda. Anchadan buyon hech kim yashamaganligi sababli svet gazdan muammosi yo'q. Bu 3-xonamiz, mehmonxona. Keng hammasi shinam holatda. Keyingi xonalarni ko'rsatamiz. Yana bitta xonamiz oshxonamiz. Tinchlik mahallasida joylashgan bo'lib, birinchi qavatda bu narxini 200 million deyishyapti. Bizda obunachilar kelishdi deyishadi. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Lokatsiyasini tashqaridan tushuntiramiz. Domimizga qo'shimcha tarzda pastda podval ham bor. Buni bemalol o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Domimiz orientiri Al-Saydarov litseydan o'tgandan keyin o'ng qo'lda birinchi qavatda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilsalaring bo'ladi.